Shahram G'iyosov, qizalog'imni sog'indim. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatuvchilar uni qilgan bilan barobardir. Shahram G'iyosov yaqindagina 2 yoshli qizalog'ini vafot etgani uchun Instagramdagi sahifasida qizalog'iga atab post qoldirdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va unga qaytamiz. Alhamdulillah hammasi uchun. Hammamizni joyimiz aniq, lekin kimdir kech va kimdir vaqtliroq ketamiz. Jonim ona qizim, farishtaga o'xshab keldingiz va bizlarni Allohga yaqin qilib va to'g'ri yo'lga boshlab ketdingiz. Sizni joyingiz aniq endi. Biz munosib va to'g'ri hayot kechirib, sizni oldingizga borish nasib qilsin. Didoringizga to'ya olmadik, lekin qancha shirin xotiralar va yaxshi amallarni qilishga bizni o'rgatdingiz. 10 kun bo'ldi. Bizni yolg'iz qoldirganingizga. Kam hayot kechirgan bo'lsangiz-da, lekin qalbimizda abadiy qoldingiz. Biz sizni onangiz bilan juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Ta'ziya bildirgan barcha yurtdoshlarimizga katta rahmat. Albatta, barchamiz bu hayotda mehmonmiz. Shunday ekan, bir-biringizdan shirin so'zingizni ayamang azizlar. Shahram G'iyosov oilasiga kanalimiz nomidan o'z ta'ziyamizni bildiramiz. Shahram G'iyosovga ta'ziya bildirgan muxlislarimiz kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, videomizga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.